Assalomu alaykum hurmatli do'stlar. Saidning ichidagi mahallaga yangi domaga tashrif buyurganmiz. Bu yerda ajoyib xizmat turini yo'lga qo'ydik. Hozir mana shu xonadon egalariga xizmat turimizni taqdim etganmiz. Videoni oxirigacha ko'ringlar, qanaqa xizmat ekanligini o'zingizlar bitta ko'rasizlar. Hurmatli do'stlar, videoni oxirigacha ko'rdinglar. Xonadon egalari juda mamnun bo'lishdi. Zara Story asoschisi 12 yilga tajriba ega bo'lgan Zarifa opamiz beminnat xizmatlarni qilib berdilar. Xizmatlar ichiga zamonaviy pardalar, jalyuzilar, eskirib qolgan mebelingizga yangi hayot baxsh etish uchun, yo bo'lmasa qimmat mebelingiz kirib qolmasligi uchun maxsus qoplamalar ham tikib berar ekanlar. Hurmatli do'stlar, videoni kuzatib bordinglar. Profillarga obuna bo'lib qo'yinglar. Bundan keyingi qiziqarli ma'lumotlarni o'zingizlar ko'rib chiqasizlar.